Voy, voy, voy. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta o'tirib yomon va moshdan-chi. Qo'ttaligini. Yomon chiroyli ekan lekin. Qoyil. Polni monitor ekanmi? Mana bunaqa moshtalar, voy, 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 voy. Oilaviy borgani ham o'tlarga zo'r ekan-a. Mana monitorda anaqa tushadi, zanavesga tushadi. Ha, bu yerdan tepadan tushadi. Bizga ham nasib qilsin, Xudo xolasa ustoz, inshaalloh. Harakat. Yo'q, Allohga oson, uka. Ha, inshaalloh. Lekin juda ham chiroyli. Mana bilmaymi ekan? Bu ana hadisiga o'xshagan, gaplashib ketadigan. Ha, buni gaplashib ketsa bo'ladi. Yurtimiz usullari doim siz bilan. Dovcha. Dovcha. Barakali qilsin, xayrli qilsin, bizga ham bo'lsin inshaalloh. Juda ham chiroyli. Paroglari ham bor ekan. Bitta zo'r narsa o'rgatib qo'yim senga. Xo'p. Kimdir qaysi darajaga yetganida, Xo'p. ichingdan hasading yonasan-ku. Shunaqa payt bor, ey Alloh, o'sha insonni ishini bundan ham zo'r qilganda duo qilish kerak ekan. Chunki senga ichingdan hasad qilayotganing bu sendan emas, u shaytondan ekan. Shayton senga hasad qil der ekan. Shaytonni birinchidan savalagan bo'lasan, keyingi anuni duo qilganing uchun farishtalar seni senga ham der ekan. Ha, menga ham bo'lsin inshaalloh. Niyatni zo'r qilib qo'ydim ichimga. Negativchilarga bir qaysi ma'noda yaxshi narsani ham o'rgatib qo'y deydi. Ha, xuddi shunaqa. Endi qolgan videoni olaman. Buni boshiga qo'yaman, yomon chiqadi. Chin deydi. Ha.